Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Allohga beadat hamdlar bo'lsin. Bu yilgi muborak haj ibodati mavsumi 2026-yilgi jarayon oldingilardan nihoyatda tubdan farq qildi. Sababi O'zbekiston tarixida butun o'sha hayma deydi, palatkalariga mikrofon bir vaqt o'zi yetkazilmagan edi. Bu yil ilk tarixiy natija ana shu yetkazilib beriladigan sharoit qilindi. Bundan yurtimizdagi 15 ming hoji nihoyatda xursand bo'ldi, minnatdor bo'ldi. Sababi muftiy hazratni duolariga va haj xutbasiga 15 ming hoji bir vaqtda o'zida omin dedi va haj xutbasini bir vaqtda o'zida 15 ming hoji eshita oldi. Oldingi yillardan yana bir xursand bo'lgan jihatimiz, hurmatli yurtboshimiz boshchiligida borgan 100 ta hojilarni u yerda nihoyatda mamnuniyat bilan duo qilganliklari boshqa hojilarga ham nihoyatda ko'tarinki ruh bag'ishladi. Bu oldingi yillarda uchramagan yana bir holat bo'ladigan bo'lsa, undan keyingisi hojilarga yaratilgan sharoit. Haqiqatda Minoda bo'lsin, Arofatda bo'lsin, Muzdalifada bo'lsin, nihoyatda sharoitlar oldingidan tubdan farq qiladi. Chunki har bitta hojini o'ziga alohida safobet berilganligi va ana shu safobetlarni nihoyatda tartibli ravishda nima qilingani, joriy qilinganligi. Eng xursand bo'lganimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning masjidlarida, Masjid-i Nabaviyda xossatan ravzaga kirish vaqtiga musharraf bo'ldilar. Bironta hoji qolmadiki, ravzaga kirmagan. Haqiqatda bu yilgi haj mana shunaqangi tahsinga loyiq bo'lgan ta'sirotlari bilan oldingi yillardan tubdan farq qildi. Albatta shifokorlarimiz ham e'tirof etishdi. Bu yil oldingilarga qaraganda shifokorlarga murojaat qilganlar ham kam bo'lganligi. Nimani hisobidan? Yaratilgan sharoitda, qilingan imkoniyat hisobidan. Alloh subhanahu va taolo mana shu mustaqil diyorimizni poytaxtida-yu, sarhadlarida, dalalarda-yu, shaharlarda mehnat qilayotgan barcha ham yurt ham shaharlarimizni mehnatlarini samarotli, topganlarini barokatli qilib, mana shu jarayonga hissasini qo'shgan barcha qadrdonlarimizni o'zini baytiga borib, o'ziga ibodat qilib, Ka'ba-i muazzamada, Maqomi Ibrohimda, Arafat tog'ida, Arafa kunida duolar qilishlik ila dunyo va oxiratda saodatmand bo'lishligini Alloh taqdirlariga nasib qilgan bo'lsin.